Bu fasonni 20-iyun kuni Maryams akademiyasida master-klassda to'liq noldan boshlab Maryams metodi bilan qanday modellashtirishlarni hammasini sizga ochib ko'rsatib berdim. Agar siz bu master-klassga qatnashib ulgurmagan bo'lsangiz, keling sizga men hozir yana to'liq bu video darslikni siz uchun tayyorladim. Bu video darslikda siz ko'rmagan modellash sirlarini o'rganamiz. Har doimgidek men Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi va orqa asos andozalardan foydalanyapman. Ko'krak markazidan 7 sm yuqoriga ko'tarib, burchak shaklida xuddi shunday koketkani chizib olamiz. Oldi o'rtasini tugmali qilishni xohlasangiz 1 sm zahot haqini qo'shing. Oldi ochilishni 9 sm ga xuddi shunday joylashtirib oldim. Ko'krak vodichkasini men ko'rsatgandek relyefga modellashtiring va yangi proyma shaklini xuddi shunday qilib chizib oling. Standart proymalarimizdan 3 sm ga pastga tushirishingiz kerak bo'ladi. Orqa andozasida 2 xil koketka tayyorlashingiz mumkin. Xuddi shunday burchak koketka yoki bo'lmasa men ko'rsatgan mana shu formada ham tayyorlasangiz juda ham ko'rinishi noodatiy bo'ladi. Orqa yelka vodichkalarimizni koketkani pastdan albatta modellashtirishni unutmang va orqada ham yangi proyma shaklini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Endi oldi va orqa bo'yin o'yindiqlarini santimetr yordamida xuddi shunday qilib o'lchaymiz va tik yoqa andozasini siz bilan tayyorlaymiz. Menda yoqamizni uzunligi 22 sm, orqa bo'yin o'yindig'i 10 sm, oldini 3 sm ga ko'tardim. Xuddi shunday qilib, enini 3 sm lik qilib tik yoqani chizdim va joylashtirib oldim. Shu bilan meni yoqalarim tayyor bo'ldi. Mana shu fason andoza sxemalarini olib, video darslikni yana ham batafsil ko'rib o'rganishni xohlasangiz, izohlarda plyus qoldirishni unutmang.